Assalomu alaykum, hurmatli soliq to'lovchi. Biz sizga ushbu videorolik orqali yuridik shaxslar uchun soliq qarzi mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotnoma olish bo'yicha qo'llanmani taqdim etamiz. Yuridik shaxslar uchun mo'ljallangan ushbu elektron xizmat orqali siz soliq organlariga bormasdan turib, soliqlar va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha soliq qarzi mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risidagi ma'lumotnomani onlayn tarzda olishingiz mumkin. Mazkur xizmatdan foydalanish uchun may.soliq.uz elektron soliq xizmatlari portalidagi shaxsiy kabinetga so'rovnoma yuboruvchi tomonidan elektron raqamli imzo yordamida kirish lozim. Asosiy oynadan xizmatlar, shaxsiy ma'lumotlar bo'limida joylashgan yuridik shaxslar uchun soliq qarzi mavjud yoki mavjud emasligi to'g'risida ma'lumotnoma xizmatini tanlang. Ochilgan oynada yangi ma'lumotnoma shakllantirish bandini tanlang. Sanani kiriting va qo'llash tugmasini bosish orqali jarayon yakunlanadi. Natijada sizga kerakli ma'lumotnoma shakllantiriladi. Yuklab olish tugmasini bosish orqali QR kod bilan tasdiqlangan ma'lumotnomani yuklab olishingiz mumkin. Mazkur xizmat real vaqt rejimida ko'rsatiladi va mutlaqo bepul bo'lib, so'rov yuborish jarayonida hech qanday hujjatlarni yuklash talab etilmaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.